Sahaba, 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 sahaba. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Tuvanda islom chakarlari guruhi tarafidan tarjima qilingan Payg'ambar alayhisalomning sahobalari nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari Mahmud Misri, Abu Ammar, Şeyh Ebu İshak el-Huveyni'nin kiriş sözü. Sahabilerinin tarihi cemlenip yazılgan bu güzel kitap üçün Ustaz Şeyh Ebu İshak'ның medhiyesi. Barlıq güzel maqtaş alemlerinin perverdigarı Allah Taala üçündür. Biz onu maqtayımız ve onundan yardım talep qılımız ve onundan günahlarımızı keçirişini talep qılımız. Allah Taala'dan nefsimizдің yamanlıqıdan ve emellerimizдің yamanlıqıdan panaqlıq sorayımız. Allah hidayet qılğan kişini azdırğucu yoxdur. Şuningdek Allah azdırğan kişini hidayet qılğucu yoxdur. Guvahlıq bermen ki şirki bolmagan yekka Allah'tan başqa itaat qılınğucu haq ilah yoxdur. Allah Taala mundaq deydi: Ya eyyuhellezine amenuttaqullaha haqqa tuqatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Ey iman keltirgen kişiler, Allah'a layık revişte taqvalık qılыңlar. Fakat musulmonlik holatinglar bilan vafot tepinglar. Sura Ali İmran 102. bet. Allah Taala mundaq deydi: Ya eyyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah ve khalaqa minha zawjaha ve batha minhuma rijalan katiran ve nisaa vettaqullahallazzi tasaaluna bihi vel arham İnnallaha kana aleykum raqiba. Ey insanlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Adem alayhisalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Adem bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan nars so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sil rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan sizlarni, ya'ni bütün ahvolinglarni kuzatib turguchidir. Sura Nisa 1-oyat. Allah Taala mundaq deydi: Ya eyyuhellezina amenuttaqullaha ve qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum dhunubakum ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima. Ey müminler, Allah'tan qo'rqinglar, to'g'ri so'zni qilinglar. Allah sizlərinin əməllərinlərini tüzəydi. Yəni sizlərini yaxşı əməllərə uçurashtirdi. Günahlarınlarını keçirdi. Kim ki Allah və onun peyğəmbərə itaat qılsa, katta muvaffaqiyat qazanğan boludu. Sura Ahzab 70-71 ayətlər. Sözümüzə gəlsək, sözlərinin ən toğrusu Allah'ın sözüdür və yollarının ən yaxşısı peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmnin yoludur. İşlarning eng yomoni dinda yangidan paydo bo'lgan ishlardir. Yangidan paydo bo'lgan ishlarning hammasi bid'atdir. Bid'atning hammasi azg'unlikdir. Azg'unlikning hammasi jahannamda bo'ladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Allah Taala Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobilarini Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam uchun barliq insonlar ichidan tanladi. Men Allah'ның peygamberlerden bire peygamberge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeler içinde bereket verilgenlikin bilmeymen. Ve yukarı sözümge Urvet ibn Mes'ud Sakafi kafir vaxtida öz kavmige sözlegen sözüden mü güçlügerek sözünü bilmeymen. O öz kavmige Muhammed aleyhissalam'ның sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini süpetlep mundaq deydi: Ey halkım, Allah bilen qasam ki men padişahlardan Kaysar, Kisra ve Necaşlarının huzurlarında boldum. Allah bilen qasam ki birer padişahның hemrahları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabileri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni çoğ bilgendek ve hürmetligenlikini körmedim. Allah bilen qasam ki eğer o tükürse onun tükürükü birer sahabının alqının düşüdiken. Andın ular o tükürükni yüzüge ve bedenleriga sürkeydiken.
Agar ularni ishga buyursa, darhol shu ishni qilishga oldiraydi ekan. Agar tahorat olsa, uning tahorat suyini sahobalar talishib urushqili tasqaladi ekan. Agar sahobalar uningga gap qilsa, tuvan ovozda gap qiladi ekan. Uni cho'ng bilganlikdan uningga tikilib qaramaydi ekan. Endi bu nurliq surat bilan Musa alayhissalomning hamrohlari degan so'zning orasini selishtirib beqing. Alloh taolo ularning so'zini naql keltirib mundoq deydi: "Fazhab anta va robbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Sen Parvardigoring bilan billi berib ikkinglar urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turayli, dedi. Sura Maida 24-oyatning bir qismi. Va yana Alloh taolo mundoq deydi: "Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta naralloha jahra." Ey Musa, biz Allohni ochiq ko'rmaguncha sana hargiz ishonmaymiz, dedi. Sura Baqara 55-oyatning bir qismi. Xuddi Alloh jalla jalaluhu va taala Musa o'z qavmidan 70 kishini tanlaydi degandek, Musa alayhissalomdan Allohni ochiq oshkora ko'rishni so'raganlar Bani Isroilning yaxshilari edi. Endi yuqorida Sura A'rafda kelgan oyatda Allah Musa o'z qavmidan tanladi demedi. Bu bizga ashu 70 kishining Bani Isroilning mutlaq eng afzal kishilar ekanligini, jazman Musa alayhissalom birarma afzal kishini qoldirib qo'ymaganligini ko'rsatib berdi. Shundaq turib, ular Rabbining belgilangan o'rniga kelib deydig'ini dedi. Ondan ularga zilzila yuzlandi. Hatta Musa alayhissalom Allohga mundoq dedi: "Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna." Aramızdaki ahmaklarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan? Sura A'raf 155-oyatning bir qismi. Ularni uning qavmidan tanlangan afzal kishilar turib ahmoqlar deb atadi. Endi Musa alayhissalom orqasida qo'yib qo'ygan kishilar to'g'risida qanday o'ylaysiz? Va yana İsa alayhissalomning sahobalarining Allohni va Allohning payg'ambarini ulug'lashning qanchalik doirada ekanligini bilishingiz uchun dasturxon so'rash voqeasi sizga kifoya qiladi. İsa alayhissalom ularga mundoq dedi: "İz qalal havariyun ya İsa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan minas sama'? Qalat taqullaha in kuntum mu'minin." O'z vaqtida havariylar: "Ey Maryam o'g'li İsa, Rabbing bizga osmondan ustida tamoq bor dasturxon tushirib bera olamdi?" dedi. İsa: "Agar Allohning qudratiga ishonsanglar, mundaq savollarni qo'yishda Allohdan qo'rqinglar", dedi. Sura Maida 112-oyat. Ammo payg'ambar alayhissalomning sallallohu alayhi va sallam sahobalarining uni hurmatlishi kelsak, siz hargizmi ularning o'xshishini topolmaysiz. Ular payg'ambar alayhissalomdan sallallohu alayhi va sallam taqat qila olgan narsaning hammasini yetkizdi. Xuddi Abu Bakr radhiyallohu anhu degandek bo'ldi. U deydi-ki, osmonda qanot qaqayotgan biror qush bo'lib qolsa, bizda bu to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan sallallohu alayhi va sallam olgan ilm bor. Ani shundoq bo'lganda, haqiqat izlaguvchiga har bir kitobda o'zi agishadigan ilmni tepish oson bo'ladi. Lekin boshqa payg'ambarlarda undaq emas. Ularning da'vatlaridan boshqa, ularning hayotiga aloqador biror narsani bilolmagil tas qolasiz. U mutaxi payg'ambarimizning va sahobalarning vasitasi orqali yetib kelgan. Maqsad so'zlarimizning doirasi kengri. Shular bilan ulgu mukammal bo'lish uchun biz davomli kishilarni sahobalarning tarixini o'rganishga va uni o'z o'rnidan izlashga qiziqtiramiz. Xususan bizning zamonimizda shayton kabi kishilar paydo bo'lgan bo'lib, ular sahobalarni ular inson edi, farishta emas edi degan da'vosi bilan bu mislsiz kishilarning qadr-qimmatini tushirish ularning eng cho'ng g'imi bo'lib qolgan. Darvaqa ularni biror kishi farishta deb da'vo qilgani yo'q. Lekin ular insonlarning eng yaxshisi. Ular bilan ulardan keyin kelgan kishilarning orasidagi farq put bilan boshning farqiga o'xshaydi. Qarindishimiz Abu Ammarning bu pak to'plamni to'plaganligiga Allohdan katta ajr berishini so'rayman. Sahobalar bilan ulardan keyin kelgan kishilarning ahvolini selishtirib, qarindishimiz bu kitobda to'plagan sahobalarning ahvollarini namuna bo'lib tarqalishini orzu qilaman. Duoyimizning oxirida olamlarning Robbi bo'lgan Allohga hamd aytamiz. Allah'ın salami, rahmeti ve berketi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge, aile tavabatlarga ve sahabilerge bolsun. Ustaz Ebu İshak el-Huveyni Hicriye 1422 yılı Rabiul Evvel'nin 12. günü, Miladiye 1999 yılı
Bugungi anlatışımız mush yerda oxirlashdi. Allohga omonat. Ulug' maqsad g'oyalar ular uchun xitobdir. Halol Leyla ko'zlaydi avangard ulga ular.